Любой bloger shu telefonda iPhone'dan ham zo'r deyishib boryapti. To'g'ri kelgan odam maqtab chiqyapti. Kimga pulini bersa, maqtab chiqar ekan akalar. Qanday qilib obzor qilamiz? Zo'r bo'lsa zo'r deymiz, it bo'lsa it deymiz akalar. Obzorni boshladik 1,5 milliardli. Tilimiz ham chiqib ketdi. Xullas akalar 1,5 milliardli obzorni boshladik. Go! Taslamay telefonlarni shunday xo'rlab yirtib ochib tashlardim, lekin bu tvarda salapani ham yo'q ekan, bilmaymiz endi. Mana oddiy ochamiz, endi menga yarashmadi. Xullas mana shu akalar. Voy onangni nima ko'ryapman yomon ekan. 35 wattli kalla, bistri kabel, prozrachniy chexol, 5 so'mli nina. Bumaga uchun dokumentlari chiqdi. Telefonda zo'r tomonlari akalar, ikkita sim karta va bitta sim keta ekan. Ekranlari bo'lsa amaliyot 120 Hz, 3,5 minut yorug'lik tezligi. Batareykasi 5200 mAh hamda 35 watt zaryadga qabul qilar ekan. Malades. Telefonimiz Plus tomonlarini gapiradigan bo'lsa, protsessori Musra ekan akalar, Dimensity 7200 Ultra, PUBG da 45 FPS. Wow deb zo'rg'a ochar ekan. Qaranglar. Novedan ham chopamiz, birga biri. iPhone 16 dan mana kamera knopkasini chopibdi bu. Beparosatlar. Mana shu yerda yoqmadi. O'zing biron narsa ixtiro qil. Bu telefonni bitta xoram tomoni akalar stereo dinamik yo'q ekan bu telefonda. Redmi'da eng arzon telefonida ham stereo bor-da. Qo'p qo'y. Pas. Pulini olgan blogerlar iPhone'dan ham tiniq oladi deb yolg'on gapirishyapti. Nima qilishasan yolg'on gapirib? Mana qaranglar, 108 megapiksel bo'lgani bilan 4K bu yoqda tursin, 1K ham ololmaydi akalar formatda. Full HD 30 FPS mana qilib oladi. Ne qilib? Ko'zim mana shunaqa juda xira formatda mana. Unda bitta plus tomoni akalar sun'iy intellekt bor ekan hamda 5G ishlaydi ekan. Bo'ldi. Smartfonda oxirgi minus joyi akalar bu smartfonda narxida $280 ga bu smartfon arzamaydi. Smartfonni men xalq uchun ochib obzor qildim. Plus va minus tomonlarini qo'rqmasdan gapirdim. Akalar mehnatimni qadrlab bitta like bilan 5-6 ta do'stinglarga jo'natib qo'ysanglar yetadi.